O'sha davrdagi mikrofon akustikani yaratgan joyni ko'rsataman sizga. Agar surxondaryolik bo'lib turib bu joyga kelmagan bo'lsangiz, uyat. Hozir biz Abdulvohid bobomiz bilan birgalikda mana shu joyni obzor qilamiz. Joy payg'ambarimiz Rasul akram sallallohu alayhi vasallamning Imom Husayndan 7-avlodlari Said Hasan al-Amir dafn qilingan. Va bu kishining atroflarida o'zlarining farzandlari, nevaralari, qavmlari dafn qilingan. 9-asrda Ismoil Samoniylar qurgan. Ana shu ikkita g'ishtni terib, o'rtasini ochiq qoldirgan ozgina. Chunki yer qimillaganda g'ishtlar bunday qimillashligi uchun. Majmuaning devorining qalinligi 1.50 1.60 bo'lgan. Amir Temur bobomiz 14-asrda gumbaz qilib ko'targanlar bu joyda ulug'lab. Bu joylar 2002-yilda ta'mirlangan. O'zlari asl g'ishtlari. Buni 40 ga 40. 11 asr bo'libdiki, bu maqbara mana turibdi. Mana shu siz ko'rib turgan qabrlar hammalari asl qabrlar. Bu yerda ramziy degan qabr yo'q. Mana shu g'ishtlarning barchasi o'sha davrdagi g'ishtlar, haqiqiy g'ishtlar, mana shunaqa avval shaklda qilingan. Amir Temur bobomiz 14-asrda mana shu peshtoqni ko'targanlar. Mana shu ko'rib turgan peshtoq, ha? Peshtoq. Mana ikkita maqbara esa Ahmad Tog'on Tegin degan Termizda bir hokimi bo'lgan. O'sha kishi 11-asrda mana shu ikkita maqbarani qurdirgan. O'sha davrdagi mikrofon akustikani yaratgan joyni ko'rsataman sizga. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Qori o'zini ovozini eshitib, undan keyin qayerda xato kamchiliklari bo'lsa to'g'rilab olishgan. Hozirgi mikrofon usulitlar ham bunaqangi akustikani bera olmaydi. Sulton Saodat ziyoratgohining 5dan 1 qismi. 4 qismi yo'q. Amir Temur bobomiz mana shu Samarqanddagi Shohizindani zinapoyasidan chiqqandan keyingi qurilgan maqbaralarning mana shu nusxasini olib, o'sha maqbaralarni qurgan. Saodat deyishligiga sabab saodatga yetgan sultonlar makoni. Bu yerda minglab saidlar yotibdi. Shu maqbaradagi mana shu ko'rib turgan barcha qabrlaringiz bu tarafda haqiqiy qabrlar hisoblanadi. Shu maqbarani to'g'risi esa madrasa bor ekan. Kelsa, qolganini aytib beraman. Hammasini aytsa qiziq bo'lmay qoladi. Bo'ldi, rahmat sizga. Mana shunaqangi eski joylar ham saqlanib qolgan.